Gungom mahallasiga kelganmiz. Navo ko'chasida joylashgan 7 sotik yer maydoniga ega bo'lgan Uglovoydagi uchastkamizni obzor bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Darvozaxonadan mana shu oxirigacha 32 metr, eni esa 22 metrni tashkil qiladi. Bu yerda 3 ta xonamiz joylashgan. To'g'rida esa o'zini garaj qismiga ham ega. Tepasida bitta xonasi ham bor. Bu yerda kirganingizda 5 ta xonamiz joylashgan. Bog'larni mana ko'rishingiz mumkin. O'zini 6 tonnali hovuzlariga ham ega. Bu yerda esa oshxonasi joylashgan, yonida hojatxona va sanuzellari joylashgan bo'ladi. Uyimizning zo'r tovoni Uglovoyda joylashgan. Bu yoqda ko'cha bor, bu tomondan ham ko'cha o'tgan. Kelajakda agar bu yerni kottej qilaman, qanaqadir 2-3 ta hovli tashlayman desanglar, bemalol sharoitlar yetarli. Mana bu yerdan bu ko'chaga chiqadigan eshiklari ham qoldirilgan. Bemalol bu ko'chadan ham darvoza qilib uyimizni 2 ga yoki 3 ga bo'lib olsanglar bo'ladi. 7 sotikli hovli, o'zini podval qismlariga ham ega. Ushbu ko'rib turgan hovlilaringizda umumiy narxi 135 ming dollarni tashkil qiladi. Gaz, svet, suvlardan umuman kamchiligi yo'q. Gungom mahallasi Navo ko'chasida joylashgan, ko'chalari polniy asfalt bo'lgan hovlimiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamdagi aloqaga chiqinglar, sunnatiga yana o'tib beriladigan joylari bor.